Hammaga assalomu alaykum aka-uka opa-singillar. Ushbu ko'rib turgan avtobusinglar UzAvtoTrans kompaniyasining avtobusi. Har doimgidek biz avtovokzaldamiz aka-ukalar. Kimda kim shunaqa avtobuslarda ketish istagida bo'lsa, zamonaviy, chiptali, qonuniy reyslarda ketish istagida bo'lsa, ekrandagi nomerga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizda pryamoydan pryamoy reyslar, avtovokzaldan mana avtovokzalgacha. Avtovokzal Kotelniydamiz. Boradigan manzili, boradigan joyi, направленияsi soatli. Po расписанию yuradi. 2,5 sutkada xudo xolasa 3 ta voditelimiz. Aytgandek 3 tadan voditelimiz bizning avtobuslarda. Har bitta avtobusda 3 tadan voditeli bor. Aka-ukalar, aytganimizdek 2,5 sutkada po расписанию yetkazadi Toshkentga, Sobir Rahimov vokzaliga. 3 tadan voditeli bor. Dokumenti bor, hech qanaqa rasxod qilmaydi. Dokumenti yo'q bo'lsa, bez deport, bez zapret olib chiqib ketamiz, salomatligini qiladi. Aka-uka opa-singillar, bizda reyslar Moskvadan va Sankt-Peterburgdan. Sankt-Peterburgdan pryamoy reys yo'q, avtobus qo'ysak bo'lmadi 3 kunda ham. Aka-ukalar, так что через Moskva avtobuslarimiz, yengil mashinalarimiz bor, taksist bolalar. O'sha bolalar shaharda adresinglar, shaharda bo'lsa, shahardan eshiginglar tagidan oladi. Avtovokzal Kotelnikiga yonimizga yetkazadi. Shu vokzalga mana shu yerdan ketasizlar. Aka-uka opa-singillar, like, podpiska bosinglar, bu videolarni boshqa yurtdoshlar ham ko'rsin. Unutmanglar, avtobusda eng zo'ri bizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.